Assalomu alaykum. Menga obuna bo'lgan, podpiska bo'lganlarga 10 kunlik ochirim qilamiz. Shifoli ochirim bo'lsin. Uzr, ancha kuttirib qo'ydim. Sog'ligim sababli ancha og'rib qolganim uchun. Bizni 15-maydan 24-maygacha nimalar kutyapti? Menga obuna bo'lgan, podpiska bo'lganlarning energiyasini oldim. Понятно. Podpiska bo'lgan obunalardan oldin 10 kunlik ochirim qilamiz. 10 kun ichida nimalar kutyapti? Maydan 24-maygacha. Qanchadan qancha nimalarimni qaratib qo'ydim, ishlarim to'xtab qoldi. Qanchadan qancha odamlarni ko'rib bilolmaganim uchun, vaqtida nima qilib atvet qaytarmaganim uchun uzr so'rayman azizlarim. Chunki og'rib qolganim uchun qanaqadir umuman qara olmadim. Chunki bu narsani odam qarash uchun ham shu nimalarim, odamlarim deymizmi, nimalarim, чтобы kartani qo'limga olishim, gapirishim kerak-da. Agar bu qo'limga ola olmasam, qila olmasam, buni mana ham to'g'ri tushuninglar. Uzr, qancha odamlarni kuttirib qo'ydim. Qancha odamlar sapshina yozdi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Og'rib qolganim uchun ancha yopilib qoldimda. Yopilib qolganim uchun qara olmadim, ocha olmadim. Endi nasib qilgan kuni shu ekan, bugun ekan.
Mana o'zing kuch-quvvat bergin menga. Ancha bo'ldi kartalarni qo'limga olmaganimga. 15-may kuni mehmonga borishimiz, 15-may kuni mehmondorchilikka yo to'yga biror joyga borishimiz yo uyimizga mehmon chaqirishimiz mumkin. Shu mehmon chaqirishning orqasidan yigitimiz haqida agar ajrashgan bo'lsak, oldingi xo'jayinimiz yo ayol kishi bo'lsak, shu yigitimiz haqida agar ishlaydigan bo'lsak, ishimizdan qanaqadir ishdan ketgan bo'lsak yo o'qishdan уволенный bo'lgan bo'lsak, чтобы siz haqingizda qanaqadir gaplar eshitasiz. Bu mehmonga borganlikda, mehmonga borish orqasidan yo uyingizga mehmon chaqirasizmi, shu narsalar orqasidan uzr so'rayman, iltimos, juda ham anaqa slabi holatda bo'lganimga gapirganim anaqa bo'lyapti. Biror asnoy ayol kishilar biror joyga mehmondorchilikka boradilarki, shu yigiti haqida gap eshitadilar. Bu sevishganlar bo'lsa, agar ajrashgan bo'lsangiz yo kim bilandir gaplashayotgan bo'lsangiz yo orangizga yigitingiz bilan endi nima desam ekan bu yerda, shu asnoy bu yerda shu bir joyga borasizki, gap eshitasiz. Чтобы siz haqingizda o'zi siz shu narsa uchun borgansiz mehmonga yo mehmon chaqirgansizki, shu narsani bilish uchun, siz haqingizda nima gaplar bo'lishini bilish uchun shu narsalar haqida eshitasiz. Nima desam, siz uni kutyapsiz. Siz uni g'oyibona kutyapsiz. Xabar kartasi 15-kuni xabar keladi. Xabar eshitamiz. Mana osonroq qilib aytay, xabar eshitamiz. Sevganimiz haqida, yaxshi ko'rgan insonimiz haqida xabar eshitamiz. Agar karyera bo'yicha bo'lsa, ish bo'yicha bo'lsa ham qanaqadir yaxshi gap yo bir yangi yo'l, yangi bir ishlar haqida ham siz xabar eshitasiz. 15-may kuni. 16-may kuni. 16-may kuni mana yana ayol kishisiz. Mana siz juda ham kuchli ayolsiz. Juda kuchli ayolsiz. Juda ham kuchli ayolsiz. Shu qanaqadir sizga qilingan, mana bu yerda qilingan bir последнее время bunaqa urushqoq bo'lib qolgan bo'lsangiz, erkak bo'lsangiz ham urushqoq bo'lib qolgan bo'lsangiz, qilingan endi sehr jodu demaynu, faqat hozir hamma kim olsa sehr jodu deyveradi-da. Bunaqa negativ narsalar orqasidan ham, aka-ukalar bilan kelishmovchilik orqasidan ham, qattiq siqilishni orqasidan ham bunaqa anaqaga chuqurga tushib qolgansiz-da. Mana Alloh anaqa qilib sizga yo'l ochildi, chunki siz o'z kuchingizni yig'ishingiz kerak. Kuchingizni yig'ing. 16-may kuni hammalarga aytadigan gapim, o'zingizga ayting, men kuchliman. Men bu to'siqdan chiqib ketaman. Men kuchliman. Juda ham kuchlisiz. Asnonoy bu aytayotgan nimalarim, masalandir qaysi oyda tug'ilganlarga bo'lsa, masalandir menga o'xshagan masalandir kozirog bo'lishi mumkin, tog' echkilari, buzoq, tuproq elementidagilar uchunda ko'proq bu erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, o'zingizni tushgan tubanlikdan, o'zingizni tushgan quduqlikdan o'zingizni chiqaring. Bu 16-may kuni. 17-may kuni. 17-may kuni oilali odamlar uchun juda ham bir yaxshi xabarlar, eringiz pul jo'natishi mumkin. Nima desam ekan, yo bo'lmasa bir g'oyibdan bir pul kelishi mumkin. 17-may kuni juda ham yaxshi kun, hammamiz uchun juda yaxshi kun. Hammalar uchun yaxshi kun. Faqat hech kimga siringizni aytmang.
hech kimga o'ylamasdan gapirib siringizni aytib qo'ymang. 17-may kuni iltimos sir aytmang. Manaqa bir nima bo'lib to'lib toshib, masalan xonadoningizga bir baraka kelgan bo'lsa ham yo bir yutuqlar chiqqan bo'lsa ham 17-may kuni buni do'st bor, dushman bor aytib qo'ymang. Hozirgi zamonda bu sehr jodudan ko'p mana negativ narsalar ko'ra olmaslik, baxillik orqasida hamma ko'p odamlarning ishi orqaga qaytib ketadi-da. Shuning uchun nima deydi? Ruslarda bir gap borki, baxtingni yashirgin, чтобы uni ko'z-ko'z qilmagin degan narsa bor. Shuning uchun o'zingizni baxtingizni yashiringki, чтобы eng yaqin o'rtog'ingiz, eng yaqin odamingiz orqangizdan pichoq urib qo'ymasin. Chunki pichoq uribdi deganim 17-may kuni yana ogohlantirib o'tay, kimdir sizdan pul so'rasa bermang. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Xoh singlingiz, xoh akangiz bo'lsin, xoh anaqangiz bo'lsin, pul bermang, chunki qayta olmaysiz. Qolgan hamma narsa yaxshi. 18-may kuni 18-may kuni juda ham yaxshi kun, omadli. 18-may hammamiz uchun omadli kun. Biror ishga ketmoqchi bo'lganlar, biror yo'lga atlanmoqchi bo'lganlar, yo bir hayotini yangidan boshlamoqchi bo'lgan ayollarimiz yo erkaklarimiz uchun 18-may juda ham yaxshi kun. Agar ish boshlamoqchi bo'lsangiz ham 18-may kuni, 18-may kuni boshlagan ishingiz yo bir qilgan qaroringiz, olgan masalan bozorda xarid qilgan bo'lsangiz yo shopping qilmoqchi bo'lsangiz ham 18-may juda ham yaxshi kun. Juda yaxshi kun. Uzr, ozgina aytyapman, endi anaqa xafa bo'lmaysizlar. 19-may kuni mana kimlardir uzoq safarga otlanyapti, kimlardir safardan qaytyapti. Juda ham shoshqaloqmiz. 19-may kuni shoshqaloq deganimiz urushgan odam qidiryapmiz. 19-may kuni iltimos qilaman, ehtiyot bo'linglar. Hech kim bilan urushib qolmanglar. Chunki har narsani balosi bu tilimiz. Shuning uchun urushib qolmaslikka harakat qilaylikki, do'stlarni nimasidan chiqarmang. Do'st bo'lsin, dushman bo'lsin, o'zini nimasidan chiqarmang. 19-may kuni. Agar siz yo'lga chiqmoqchi bo'lgansangiz ham, yo'ldagi yo'l azobi go'r azobi deydilar. Mana yo'lga, safarga, musofirchilikka ketayotgan bo'lsalar, yo bir dam olishga ketayotgan bo'lsangiz ham, qanaqadir uzoq safarga ketayotgan bo'lsangiz ham, yo'lni o'ziga loyiq anaqasi bor. Iltimos qilaman, arzimagan o'tkinchi narsa uchun o'zingizni ham xafa qilmang, birovlarni ham xafa qilmang. 20-may. Mana 20-mayda kim xonadonida kimdir nimanidir kutyapti, kimdir nimadandir ketyapti. Agar biror narsani rishat qilmoqchi bo'lsangiz, deganim 20-may kuni inson hamma narsaga o'zimiz aybdormiz-da. Endi men psixolog emasman-ku, lekin oraliqdagi manaqa hozir aytdim-ku, mana 19-may kuni aytilgandaki, mana qo'shningiz bo'lsin, asnomli qo'shnilar, mana qaynalar ko'rayotgan qaynanalar bo'lsa, yo bir anaqa bo'lsangiz, kelin bo'lsangiz, iloji boricha sabr qilingki, o'zingiz manaqa bo'lgan ilik munosabatni o'rniga sovuq munosabat anaqa qilmang. 20-may kuni ehtiyotkorlik bilan harakat qilinglar. Ish joyida, karyera bo'lsin, oilada bo'lsin, sevgilingiz bilan bo'lsin, hamma joyda bo'lsin ehtiyotkorlik qiling. Чтобы tilingizni o'ylab gapirib, ko'p o'ylab harakat qilsangiz, menimcha yaxshi bo'ladi deyman. Chunki ozgina 20-may kuni janjallar bor. Shuning uchun ehtiyot bo'lishingizni aytaman. Agar
siz mashinada bo'lsangiz, yo bir nima deb aytsam ekan sizga? Mashina haydaydigan bo'lsangiz, endida ehtiyotkor bo'ling. Uyda bo'lsangiz ham janjallar, hamma narsadan ehtiyot bo'lishga harakat qiling. Iloji boricha 20-may kuni ko'proq tasbih aylantirib, har bir kelayotgan balo qazo ashunga ketsin deng. 20-may kuni. 21-may. Ay, nima bo'lyapti? 21-may kuni bu yerda 21-may kuni bu yerda kimnidir основной 21-may kuni xiyonat, yolg'izlik, mana meni kartalarim nimagadir ketma-ket aytadi-da, bilmadim endi. Menga shunaqami? Endi har kim har xil ko'radi. Xiyonat. Bu yerda ham xiyonat. Xiyonat degani nima degani? Xiyonatni ne только eringiz, sevgilingiz qilmaydi, xiyonatni yaqin dugonangiz, xiyonatni opangiz, xiyonatni akangiz qilishi ham mumkin. 21-may kuni qalbingiz azob chekadi, yolg'izlikdan siqilasiz. Shuning uchun ko'proq o'zingizni asrab avaylashga harakat qiling. Chunki sog'lik hamma narsadan qimmat turadi. 22-may kuni mana 22-may kuni shayton qartasi. Agar sevgilingiz sizni tashlab ketmoqchi bo'lsa, agar siz ajrashmoqchi bo'lsangiz, uyingizda tinmay janjal tinmayotgan bo'lsa, singlimmisiz, opammisiz, akammisiz, ishxonada bo'lsa ham sizga manaqa gruz bo'lsa, keting. Hammasidan ajrashib keting, kerak emas. O'zingizni qiynamang. Bu mana 22-may. 22-may kuni agar sizga bosim bo'layotgan bo'lsa, nima sohada bo'lsangiz ham undan keting. Chunki har bir narsani qaysidir eshik yopilsa, aytadi-yu, boshqa bir eshik ochiladi. Buni hech ham esingizdan chiqarmang. Agar sevgilingiz sizga masalandir nochestnilik qilayotgan bo'lsa, masalan sevgida bo'lsa, sevgilingiz sizni aldatayotgan bo'lsa, yo siz buni sezayotgan bo'lsangiz, iltimos o'zingizni qiynamang, keting. Men hech qachon ajrashish tarafdori emasman, lekin inson deb o'zini bosqiga qo'yurib, biz insonmiz, hayot bir marta beriladi. Shuning uchun men shu aytayapmanki, yana fikr sizni o'zingizda qoldi. Kim bu ko'rayotgan bo'lsa, ishxonada bo'lsangiz ham keting. Chunki bundan ketdingizmi, bundan yaxshirog'iga erishasiz. 23-may kuni. 23-may kuni mana aytganimda 23-may kuni Alloh sizga boshqa bir eshiklar, boshqa bir yo'llar ochadi. Agar siz musofirda bo'lsangiz, aytib qo'yay, ko'proq mana bu yerda mana musofirdagilar bo'lsa, qaysidir narsadan g'ijimlanib, nima bo'lib siqilayotgan bo'lsangiz, masalandir musofirda ko'p manaqa narsalar borda, qiyin ahvol bo'lib qoldi. Hozir shuning uchun aytayapman. Agar O'zbekistonda bo'lasizmi, uyingizda bo'lasizmi, qiyin ahvolda bo'lmang. Chunki mana kartada ko'ryapsizmi? Kartada ko'rsatyapti. Chunki bu hayot charxpalagi. Hayot charxpalak degani bir kun yaxshi, bir kun yomon. Lekin biz bilmaymiz ertaga nima bo'lishini. Bu faqat bizga karta bu aytadi, nima bo'lishini aytib o'tib ketadi. Siz buni qanday prinemat qilasiz, o'zingiz bilasiz. Bu bir ogohlantiruvchi narsa. 23-may kuni Xudo xolasa sizga yangi eshiklar, yangi nimalar ochiladi. Sevgida bo'lsangiz, ishda bo'lsangiz, faqat o'zingiz kuchli bo'ling. Nimagadir faqat kuchlilik haqida kartalar bu safar. Mana 24-may kuni shunaqa ham bir sokin bo'lasiz. Juda ham bir hamma narsadan sokin bo'lasiz. Bitmagan ishlaringiz bitadi.
bitmagan ishlaringiz bitadi deganim, ruhan dam olasiz 24-may kuni. Agarda 24-may kuni sudlashayotgan bo'lsalar, sudda bo'layotganlar uchun bo'lsa, yaxshi tarafga o'zgaradi. Agar banisada bo'layotgan kasallar bo'lsa oromizda 24-may kuni juda ham bir sog'ligingiz haqida yaxshi xabarlar eshitasiz. Oilalilar bo'lsa ham, oilangizda ham juda ham 24-may juda ham yaxshi kun hammamiz uchun ham. Ilohi amin ashnaqa bo'lsin. Uzr, rosa anaqa bo'lgan holimda ham ko'rib berdim. Iltimos, xafa agar anaqa bo'lgan bo'lsa, me'yoriga yetib anaqa bo'lmagan bo'lsa uzr so'rayman bu safar, chunki o'zimni ham sog'ligim ancha nima bo'lyapti. Shuning uchun ham uzr so'rayman. Hozir endi kitobimiz bizga nima deydi? Kitobdan ko'ramiz. Kitob bizga nima deydi? Alloh o'zingga shukr. Iltimos, menga addenni ochtirmoqchi bo'lgan odamlarni men ko'p kuttirib qo'yapman-da. Iltimos qilaman, uzr so'rayman. Iltimos hammalaringdan. Hozir mana kitobdan ko'raylikchi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz bir aytguvchimiz Alloh anaqasi o'zi, Allohimning nimasi, aytguvchilarimiz bir elchimi nima deydi, ashunaqamiz. Allohim har bir narsani yaratgan egam har bir narsani xayrlisini bersin. Shu ochgan qartamiz ham kimgadir xayrli bo'lishini xohlayman. Avvalo meni o'zimga xayrli bo'lishini xohlayman, chunki meni o'zim ham ancha 15 kundan beri yopilib qolganman. Shuning uchun o'zimga birinchi xayrli qolaversa, menga podpiska bo'lgan, obuna bo'lgan kim ko'rayotgan bo'lsa hammaga xayrli bo'lsin. Hammani ish yo'llari, baraka yo'llari, hamma nimalari ochilib ketsin. Bilasizlar, bu kitob mana ko'rsatay, bu kitob aytayaptiki, kuchingiz yetgunicha deyapti. Kuchingiz yetgunicha sabr qiling deyapti. Bu yerda sabr qartamizda ham nimagadir shunaqa keldi, kitobimizda ham sabr qiling deyapti. Imoningiz yetgunicha sabr etingiz deyapti. Yaratgan Alloh deyapti. Har bir narsani xayrlisini biladi deyapti. Mana siz bilan men bilmaydigan narsani Allohim xayrlisini biladi. Agar nimanidir yo'qotib qo'ygan bo'lsangiz, bu yerda narsa yo'qotganlar haqida nimadandir siqilgan bo'lsangiz, buni oxiri xayrli bo'ladi deyapti. Oxiri xayrlilik bilan tugaydi deyapti. Faqat siz sabr qiling deyapti. Shoshqaloqlik qilib deyapti. Har xil gunoh, harom ishlarga aralashmang deyapti. Bu degani gunoh degan nima deganda, masalan, agar kimdandir qarz bo'lsangiz, puldan qiynalayotgan bo'lsangiz, masalandir qarz olmang, penya olmang. Masalan, pul haqida, agar biznes haqidagi odamlar uchun aytayki, pul qarz olmang, chunki bu sizga yaxshilik olib kelmaydi. Borini baraka qilib turing, Alloh sizga o'zi yetkazadi.
yaxshi niyatni ko'p gapiringlar. Allohim yaxshi niyatga, agar kimdir mana puldan siqilayotgan, bu yerda puldan tushdi-da, endi pul ashi xonadondagi anaqalardan tushdi. Qiynalayotgan bo'lsangiz yaxshi niyat qiling deyapti. Niyatingizga xos bo'ladi deyapti. Sabr qiling deyapti. Niyat qo'rqmangiz, yaxshi niyat qiling deyapti. Niyatga xos bo'ladi deyapti. Xudo xolasa deyapti, rizq, mol darajasi sizga bo'lur inshaalloh deyapti. Allohim sizni bunday tashlab qo'ymaydi. Rizqingiz, molingiz hammasi o'zingizga qoladi inshaalloh deyapti kitobimiz. Ey yaratgan egam. Har xil ichimliklardan, zinodan uzoqda bo'ling deyapti, astag'firulloh. İchimlikdan, mana siqilganimizda masalan ko'p ichib qo'yishdan, ayniqsa mana shu endi uzru, men birovni anaqa qilishga haqqim yo'q. Bunga hech ham meni haqqim yo'q. Agar siz siqilganda ichib qo'yib, chekib qo'yib, unaqa narsalardan o'zingizni saqlangiz deyapti. Chunki Allohim sabr qilganlarni yaxshi ko'radi. Ozgina sabr qilib turaylik, Xudo xolasa hammamiz ishimiz yaxshi bo'ladi. Meni o'zim ham xuddi sizlardek holatdaman. Allohim bizdan sabr qilishimizni so'rayapti. Agar kim addinni ochtirmoqchi bo'lsa, telefon nomerlarim qoldi. Telefon nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Yozilgan. Xudo xolasa addinni ochtirmoqchi bo'lganlarga ham ochib beraman. Ilohi amin. Hammaga xayrli, barakatli ochirim bo'lsin. Ey yaratgan egam.